Baroat kechasi. Baroat lug'atda oqlash ma'nosini anglatadi. Sha'bonning 15-kechasini Baroat kechasi deyiladi. Bundan tashqari bu kechani yana quyidagicha nomlar bor. Birinchisi Laylatul Muboraka, barakali kecha. Ikkinchisi Laylatul Rahma, Alloh taoloning xos rahmati yog'iladigan kecha. Uchinchisi Laylatul Sok, rizqlar belgilanadigan kecha. To'rtinchisi Laylatul Baroa, do'zaxdan qutulinadigan, ozod bo'linadigan kecha. Sha'bon oyining 15-kunini Baroat kechasi deb atalishiga sabab, bu kechada Alloh ko'plab bandalarini kechirib, ularga rahmatini yog'diradi. Bu kechada qilinadigan duolar shak shubhasiz qabul bo'ladi. Bu haqida hadislar kelgan. Mo'minlarning namozdagi qiblalari Quddusdan Ka'baga o'zgartirilgan kun ham aynan Baroat kechasida bo'lgan. Fazilatda Baroat kechasi Qadr kechasidan keyingi o'rinda turadigan eng ulug' tundir. Ushbu kechani g'animat bilib, ibodat va toat bilan o'tkazaylik.